Oila kattaygani sari uyni ham kattasini tusab qoldingizmi? Mana shu 2 qavatli qo'shimchasiga mansarda qismi ham mavjud bo'lgan joyni olib qo'ysangiz, hamma oila a'zolaringizga yetadi. Mehmon chaqiradigan bo'lsangiz, bemalol uy ham o'zini qulay his qiladigan sharoit qilib qo'ysa bo'lar ekan. Qo'rqmang, yaqinlaringizni, do'stlaringizni chaqiraverasiz. Shunday joylarni olib yashash nasib qilsin deya uy uchun like bosib qo'yishni unutmang. 2.3 sotix maydonga juda ham chiroyli qilib proyekt qilishibdi. Keng oshxonasini ham qo'shib hisoblasak 6 ta xona, 2 ta yaxshigina kenglikdagi hol, 3 ta sanuzelga ega ekan. Ko'rib turganingizdek bu yer korobka holatida. O'z xohishingizga moslab remontlarini davom ettirib olaverasiz. Sizga topshirishdan avval sokol qavatini granit qilib berishar ekan. Bino pishig'ishdan qurilgan, qishda sovuqdan, yozda esa issiqdan sizni himoya qilib turar ekanda, gaz, svet, suvdan muammo yo'q. Tashqarida zeloni zona uchun ham joy ajratilgan. Narxini esa 58 ming deb aytishmoqda. Ekranda nomerlari berilgan, o'zingiz sekin bog'lanib, ko'ngillariga qo'l solib olaverasiz-da. Manzil esa Farg'ona shahar Qirguli mavzesida joylashgan. 29-maktab va Temir bozorni mo'ljal qilib kelaverasiz. Tasavvur qildingiz-a, bu yerdan remontdan chiqsa qanaqa ko'rinishga ega bo'lishini. Yana sizdan iltimosim, shu videoni uy olaman deb yurgan tanishlarga jo'natib oling. Ularga foydali bo'lsa, ajabmas.